Assalomu alaykum hammaga. Demak, sizlar bilan Iqtidor biologik kitobidagi 3-yozma ish masala tahlilini boshlaymiz. Videoni ko'rishdan oldin albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Demak, boshladik. 41-masala. Diyorbek, Rayhon va Nigoralarning energiya almashinuvida jami 7220 gram glyukoza parchalandi. Demak, 41. 1 mol glyukozani molekulyar massasi 180 gram. Bizda 7920 gram beryapti. Bu jami 44 mol. Demak, 44 mol nima bor? Glyukoza bor. Xo'sh, diyorda glyukozaning 75% chala parchalangan bo'lib, unda anaerob sharoitda hosil bo'lgan ATFda 6640 kilojul energiya to'plangan. Demak, chala parchalanishda 1 mol glyukoza chala parchalansa, ATFda 80 kilojul energiya to'planadi. Bizda 640 kilojul bor ekan. Bu teng bo'ladi 8. Demak, 8 mol glyukoza chala parchalangan. 8 mol glyukoza parchalangan sitoplazmada. Xo'sh, 8 mol glyukozamiz mana shu deyapti 100%. Uni 25% to'liq parchalangan. Teng 2. Demak, 6 mol glyukoza chala parchalangan, 2 mol glyukoza to'liq parchalangan. Endi Diyorbekdagi ATFlar sonini topamiz. Chala parchalanishda 2 ta ATF hosil bo'ladi. Buni ko'paytirsam 12 ta. To'liq parchalanishda 38 ATF hosil bo'ladi. Buni ko'paytirsam 76 ta. Ikkalasini yig'insa 88 ta ATF. Kimda? Diyorbekda. Demak, Diyorbeknikini bo'ldik. Xo'sh, endi Rayhonning organizmida glyukozaning 25% to'liq parchalangan bo'lib, qolgan qismi chala parchalangan va aerob sharoitda 108 ta ATF hosil bo'ldi. Demak, Rayhon aerob sharoitda 1 mol glyukozamiz parchalansa, 36 ta ATF hosil bo'ladi. Bizda 108 mol ATF bor ekan. Bu teng bo'ladi 3 mol. Demak, 3 mol glyukozamiz to'liq parchalangan. Bizda aytyapti to'liq parchalangan glyukoza 25%. Demak, 3 moli 25% bo'lganda 75% chala parchalangan bo'ladimi? Demak, 100% topsam, jami glyukozani topaman. Teng bo'ladi 12. Demak, 12 mol. Xo'sh, endi demak 3 mol to'liq parchalangan. 12 dan 3 ni ayirib 9 mol chala parchalangan. Bunga 38 ni ko'paytirsam jami ATF soni kelib chiqadi. Nimada? Rayhondagi glyukozamizda nechta? 114. Demak, Rayhonda 3 mol glyukoza to'liq parchalansa, 114 ta ATF hosil bo'ladi. Endi 9 mol glyukozamiz chala parchalansa, 2 tadan bo'lsa 18 ta. Ikkalasini yig'insa 132 ta. Demak, Rayhonda jami 132 ta nima hosil bo'lgan? ATF hosil bo'lgan. Xo'sh, endi Nigorada bizda jami 44 mol nima bor edi? Glyukoza bor edi. Buni 8 moli Diyorbekda, 12 moli Rayhonda. Demak, 44 dan ayiraman 20 ni. Teng 24. Demak, 24 mol glyukoza bor.
Nigorada. Xo'sh, biza aytyapti, Nigorada parchalanmagan sut kislorodi va mitoxondriya hosil karbonatga nisbati 1:9. Demak, karbonat angidrid va sut kislota. Demak, bu 9 bo'lganda bu 1 ekan. Buni endi mitoxondriyamizda 6 ta karbonat hosil bo'ladi. Buni 6 ga bo'lsam teng bo'ladi 1,5x. 1,5x mol, demak to'liq parchalangan. Endi 1 ni 2 ga bo'lsam 0,5x im chala parchalangan. Chunki sitoplazma bosqichida 2 ta sut kislorati hosil bo'ladi. Demak 1,5x plus 0,5x teng jami bizda necha mol? 24 mol. Demak 2x im teng 24, x im teng 12. Xo'sh, demak 12 ni 0,5 ga ko'paytirsam 6 mol chala parchalangan. Demak 18 mol to'liq parchalangan. Endi jami ATF sonini topaman Nigoradagi. Demak 18 ko'paytirilgan 38 teng 684. 6 ko'paytirilgan 2 teng 12. Ikkalasini yig'indisi 696 ta ATF. Xo'sh, endi bizda nimalarni so'rayapti? Ada. Uchalasida jami nechta ATF sintezlangan? Diorbekda jami 88 ATF sintezlangan. Ya'ni 88 ATF. Endi Rayhonda 132 ATF. Endi Nigorada 696 ATF. Jami ATFlar soni 916 ta ATF. Xo'sh, bersa Diorbek va Rayhonda ajralgan jami issiqlik energiyasi Nigorada chala parchalangan glukozadan ajralgan jami energiyadan qanchaga ko'p? Demak, Diorbekniki Diorbekni topaman. Demak, birimda chala parchalanishi 120, oltimda 720 kilojol. Birimda to'liq parchalanishda 1280 kilojol issiqlik energiyasi, ikkimda 2560 kilojol. Ikkalasini yig'indisi 3280 kilojol bo'ladi issiqlik energiyasi Diorbekdan. Xo'sh, endi keyingisi Rayhonnikini topishimiz kerak. Demak, bunda ham 1 molim chala parchalansa 120, bunda 9 molim chala parchalangan teng 1080 kilojol. 1 molim parchalansa 1280, 3 molim to'liq parchalanganda 3840. Ikkalasini yig'indisi 4920. Endi ikkalasini yig'indisi Diorbek va Rayhondagi esa 8200 ga teng. Xo'sh, endi Nigoranikini topamiz demak. Demak, birimda 200 jami chala parchalanishi glukozamda, ya'ni 1 molimda 200. Endi 6 molimda 1200.
Demak, ikkalasining farqini so'rayapti. 8200 dan 1200 ni ayirsam 7000 kilojoule bo'ladi. Demak, A'si 916, B'si 7000 kilojoule bo'ladi. Endi C'sini topamiz. Rayhonda sitoplazmasidagi jami energiya Diyorbek va Nigorada atomda to'plangan energiyadan necha kilojoulga kam deyapti. Demak, Diyorbekdagi va nimanikini Nigoraniki 694 ni ko'paytiraman 40 ga jami atom to'plangan energiyasi kelib chiqadi 31360 kilojoule. Endi 31360 kilojouldan ayiraman rayhondagi sitoplazmasi jami energiyasidan. Demak, 12 ni ko'paytiraman. Rayhon sitoplazmasi jami energiya. Demak, bunga 200 ga ko'paytiraman. Demak, bu chiqqan javobini, ya'ni buni chiqqan javobini ayirib yuborsam 28960 kilojoule bo'ladi. Demak, A'si 916, B'si 7000, C'si 28960 kilojoule bo'ladi. Keyingisi 42 ni ko'ramiz demak. Demak, bizda X, Y, Z bilan ifodalangan o'sha dengi molekulasi mavjud. Xo'sh, ular o'zaro bog'liqligi quyidagicha ifodalanish. X va Z yig'indisi Y ga teng. Demak, yozib qo'yaman. X plus Z teng Y. Xo'sh, bizda X bor. Undagi nukleotidlar nisbati adenin plus guanin taqsim timin teng 2,5. Xo'sh, Z niki adenin plus guanin teng 400, timin minus stazin 100. Y'im guanin taqsim adenin teng 5, timin 100. Xo'sh, biz bu yerdan Y'ni topaylik. Demak, bizda adenin bor, timin bor, guanin bor, stazin bor. Timin 100 ta bo'lganda, bu ham nechta bo'ladi? 100 ta bo'ladi. Endi mana bu yerdan guanin topish uchun adeninni 5 ga ko'paytirsam 500 bo'ladi. Demak, 500 ta guanin bo'ladi, 500 ta nima bo'ladi? Stazin bo'ladi. Demak, Y'dagi jami nukleotidlar soni 1200 ta. Bunda 2 ta bog' mavjud, bunda esa 3 ta bog' mavjud. Endi Z'dagini topaman. Bizda demak adenin bor, timin bor, guanin bor, stazin bor. Ikkalasini yig'indisi 400 ekan. Ikkalasini yig'indisi 400 bo'ladi. Farq 100 ga teng. Demak, X plus Y teng 400. X minus Y 100 ekan. To'g'rimi? Tenglam usulida ishlab beryapman. Osonroq bo'lishi uchun. Ya'ni 2x teng 500.
x'im teng 250. Demak, timin stazining ko'proq. Demak, timin 250 ta, stazin esa 150 ta. Bu ham 150 ta, bu esa 250 ta. Xo'sh, endi buni topaman. Bizda adenin bor, timin bor, guanin bor, stazin bor. Ikkita bog', 3 ta bog'imiz mavjud. Demak, adenin va guanin yig'indisini timinga bo'lsam 2,5 chiqish kerak ekan. Tushunarlimi? Xo'sh, bizda formula bor, x plus z teng y ga teng. Biz x nomini topmaganmiz hali. Lekin z ni topdik, jami 400 ta. Jami nukleotidlar soni 800 ta. Teng y'lar soni 1200 ta. Demak, x'imga necha qoladi? 400 qoladi. Demak, bu zanjirimda 200 ta nukleotid, bunda ham 200 ta nukleotid. Jami 400 ta nukleotid bor. Demak, bizda adenin va guanin yig'indisi bor 200. Demak, 200'im teng timinni 2,5 ko'paytiraman. 2,5 timin bo'ladi. Timinni topadigan bo'lsam, 200 ni bo'laman 2,5 ga, 80. Demak, timinimiz 80 ta, adenin ham 80 ta. Bunga 120 ta stazin qoladi, 120 ta guanin bo'ladi. Demak, barcha nukleotidlarning sonini topib bo'ldik. Endi biz nimalarni topishimiz kerak? X, Y, Z dagi tarkib jami va darabolar soni toping. Demak, birinchi denkamizda jami umumiy nukleotidlar sonini topaylik. 1200 ta. Bunimizda 400 ta. Bunda ham 400 ta. 1200 ga 800 qo'shsam 2000 ta. 2000 ga 400 qo'shsa 2400 ta. 2400 ga birinchi denkadagi guaninimiz 120. Ikkinchi denkadagi guaninimiz 150. Uchinchi denkamizda esa 500. Teng bo'ladi 3170 ga. Demak, jami va darabolar soni 3170 ga teng bo'ladi. Endi B esa uchala denkadagi jami adenin sonini toping. Demak, 80 plus 250 plus 100 teng 430 ta adenin bor. Xo'sh, C esa X dagi jamdagi fosfodli bog'lar sonini toping. Demak, X damizda 400 ta nima bor? Nukleot. Bundan 2 ni ayırsam 398 ta bo'ladi. Endi D esa Y da asosiy sinezlangan oqsil aminokislotada soni. Y'imizda 1200 ta bor, 1200 tani 6 ga bo'laman. 200 bo'ladi. Tushunarlimi? Keyingisi 43. Demak, diploid navli makkajo'xori. Demak, diploidi 2 ni demak 20 ta bor, ni da 10 ta, 3 ni 30 ga teng. Bizda diploid navli makkajo'xorida 180 ta mikrosporasidan 4 dan 1 qismi mikrospor hosil bo'ldi. Demak, 180 teng 4. Bir qismi qancha? 45. Endi bitta mikrosporasidan 4 ta mikrospor hosil bo'ladi. 45 dan yana 180 ta mikrospora bo'ladi. Endi 180 ta mikrospora 5 qism ekan. 3 qismi teng bo'ladi 108 ga. Endi bitta mikrospora bitta chang. 108 ta
mikrospora 108 ta chang. Changlarni 4 dan 3 qismidan sperma hosil bo'ldi. Demak, bu 4 qism, 3 qismi qancha? sakson bitta. Demak, bitta chang tarkibida ikkita spermi bor. 80 bittasida 162 ta spermi bor. Xo'sh. Bizda endosperm tarkibida 6220 ta mikrospor xromosoma bor deyapti. Demak, 6220 ni 30 ga bo'laman, chunki endosperm uchin holatda bo'ladi. Demak, bo'lsam 54 ta. Demak, 54 ta nima bor? Endosperm bo'lganda 54 ta nima bo'ladi? Mo'rttay bo'ladi. To'g'rimi? Ikkalasining yig'indisi 108 ga teng. Demak, 108 ta sperm ketgan o'rlanishda. Demak, 108 ta o'rlanishda ketgan bo'lsa, 54 tasi o'rlanishda ishtirok etmagan bo'ladi. Demak, 108 ta sperm o'rlanishda ishtirok etgan, 54 tasi o'rlanishda ishtirok etmagan. Demak, A sini topamiz. O'rlanishda qatnashmagan mikrosporasitlarning xromosom soni. Demak, bizda jami 180 ta mikrosporosit bor edi. Buni 45 tasi ishtirok etdi, 135 tasi ishtirok etmadi. Demak, 135 ni ko'paytiraman 20 ga. Chunki mikrosporosit 2 n bo'ladi. 2700. B'si. O'rlanishda qatnashmagan spermiyalardagi xromosoma soni. Bizda o'rlanishda qatnashgan spermiyalarimiz 54 ta. 54 ko'paytirilgan 10 teng 540 ta. C'si. Hosil bo'lgan mikrosporalardagi xromosoma soni. Bizda hosil bo'lgan mikrosporalarimiz soni 180 ta. Demak, 180 ni ko'paytiraman 10 ga. Teng 1800. Demak, A'si 2700, B'si 540, C'si 1800 bo'ladi. Keyingi video darsini o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.